farzand ko'rsam o'ldirib yuboraman, palon qilaman, tugun qilaman deb shu paytda men tushunganman o'z kimligingizda. Shuning uchun men sizga hozir gapingizga qo'pol qilib javob berish niyatim yo'q. Malades. Endi taqvodor inson ekansiz, sizga bir yomon gapirib aytyapman sizga yana dinda aralashtirmang bizga mumkin emas bunaqa narsa. Taqvodor bo'lib boshqaga aytasiz. Men sizga normalniy odamman. Yo, endi qarangda. Shuning uchun aytganman, qiz farzand ko'rsam o'ldirib yuboraman. Qiz farzand o'ldirganingiz uchun men siz bilan hozir siz meni shaxsiyatimga tegayotgan gapingizni javob berayotganim. Chunki bilamanki qanaqa odamligingizni. Bu gapni odam gapirmaydi, bo'ldi. Xo'p, qanday odamman? Qo'pol. Birinchi gapirasizda keyin o'ylaysiz. U shunday bo'lish kerak-da. O'ylab gapirgandan ko'ra, o'ynab gapirgan yaxshi. O'ylab gapirish kerak. Malades. Mana necha kilosiz sir bo'lmasa? 65. Yo'q, bir bordir siz bir yarim tonna. Yarim tonna endi birinchi o'g'lingizman-ku. Shakar gurtolik qilyapsizlarmi deyman mana xola bilan. Xola deyapti-yu. Mayli, xolasi bo'lsin. Yaxshimisiz? Siz normalniy gapirishyapsiz. Sog'ligingiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? Nima u ochiq-sochiq o'g'lim bilan bunday quchoqlashib o'tiribsizlar? Ochiq-sochiqmas yaxshi deb turpa-tuzuk o'tiribsiz. Mani og'rima, voy yonaman-ku. Instagramlarda notchi ketgan qiz sizmasmi? Nima ketgan? Gapirib senga. Nima? Nos. Eshit. Nos ketgan. Yo'q, chekmayman. Noschi video qilgan sizmasmi siz o'sha? Yo'q, vaqt nos bilan sema qilganman, lekin chekmayman. Rostdan chekmaysizmi? Nima qilyapsizlar hozir? Qayerdasizlar sizlar? Gastrizadamanmi? Bu joyga ketishimiz kerak, yoniga keldim olib ketgani, TikTokda o'tiribdi ekan. Ikalaring bitta gazetda mazam o'g'lim tilingni ko'rsatchi. Ya qarang, bunaqa gaplar gapirmang. Sizlarga u nomus bit degan narsa yo'q ekan TikTokda bor. Nega? Nima to'g'ri desa gapiraver ekan. Bunaqa gaplarni gapirmang, yaxshi yigit. Sizni otingiz kim? Sizni ismi nima buni? Nima ismim? Diloram. Kim? Diloram. Dilorom? Dilorom. Ha, o'zingiz ham ja orom ekansiz, ko'rsatmaysiz. Men sizlar normal gaplashaman. Eringiz bormi? Yo'q. Eri yo'q. Necha yoshdasiz? 45. Qolishingiz rostda. Yo'q, себе. Ornomsam yo'q, betam yo'q. Nima og'ziga to'g'ri kelsa, pul uchun har narsa deyverar ekan. Voy, sizni o'rnomisiz bo'lsa, sizni o'rnomisiz bo'lsa bunday kiyimlarda gazetlarda reklama qilmaysiz siz ham. Yo'q, o'rnomisiz bo'lsa gazetda kiyimga nima qildi? Ya, endi sizni men ko'rganman-da bitta yarim ochiq-sochiq videolaringizni Instagramlarda, TikToklarda ko'rganman. Ya, ochiq-sochiq. Boyadan beri. Ko'zlaringiz. Umuman yaqin o'zingiz ahvolingiz bor, yana o'tirib olib, u bo'dingiz. Men oila ko'rganman, kelin bo'lganman, betimlar oq ko'ylak kiyib erga tekkanman, 3 ta bola tuqqanman, boyaga yetkazganman, oilali bo'lgan hammasi. Siz bilan meni tenglashtirish qiyin-ku, to'g'rimi? Men yosh bolaman, men hali bo'ydoqman, oila qurdimda maqtamayapman sizga. Nima uchun ajrashsiz eringizdan yaxshi? Menmi? 25 yoshdaman. 25 o'xshamaysiz. Endi yosh katta ko'rinay, go'shib katta bo'lganman-da. Hayır, bolasiz? Qishloqdanman, 32-8danman, Qarshidan. Qashqadaryodan 32-8danman. Hozir shartda o'ynaymiz-da, Jafar, agar yutkizib qo'ysang, opa bilan birgalikda shart qilasan. Shart masalan. Yutishga harakat qiling. Bunaqa nima? Yutishga harakat qiling. So'ramasdan pul so'ra. Jaharam olib ma'lumotga tiqtirdi. Menga hech kerak emas. Buni o'ziga qancha shart ham kerak emas. Dilorom opa. Voy, cho'chma. Salla qilib turmay turing, sizga savol beryapman. Dilorom opa. Hello. Dilorom opa deyapti, normalniy gaplash. Gaplash normalniy. Dilorom opa. Siz Instagramda qancha obunachisiz bor? 200 tadan ko'proq. 200 dona. Aralashtirmaydi. Shunday deb o'ylayapman-da men, shunday deb o'ylayapman.
aralashtirmang, kerak emas. Malades. Umringizdan barakat toping. Bu kiyib olganingiz bezgaltirmi, koftami? Ya nima ishingiz bor meni kiyimim bilan? Yo, bu boshqacha antiqa kiyim ekanda. Bu ko'rmaganman, umrimda ko'rmaganman bunday. Chiqmaganingizdan keyin so'raysizda. Dedingiz u Toshkentdan Ana o'rga qizlaringizdan ko'ring, qanaqa kiyinib yuribdi. Shularga qarang, men bilan nima ishingiz bor? Lekin kiyimingiz chiroyli ekan. Agar ana bo'lganda shunaqa kiyim olib beraydim, qizcham bo'lganda. Yaxshi ko'rgan qizim. Qizim yo'q, bo'ydoqman. Mana qizim. Ko'rganman. Mana, endi men bir xunuk bir kambag'al bola bo'lsam, men bilan hech kim gaplashmaydi, opa. Baribir nima deydi, farqli. O'zbekistonga kirgizamsiz? Nima uchun kirgizmaydi O'zbekistonga? Kirgizadi. Borsam o'rgatasizmi? Bilmayman. Toshkentga boryapman o'rganish uchun blogerlikda. Nima kelmaysiz O'zbekistonga? Bilmasam endi qishloqda yashayman-da, hozir bunday O'zbekiston shahariga borib. Gapingizni eshitganman. Qiz farzand ko'rmana shu gapingizni esimda qolgan. Ha. Farzand ko'rsam undirib yuboraman, palon qilaman, tugun qilaman deb shu paytda men tushunganman o'zi kimligingizni. Shuning uchun men sizga hozir qo'pol gapingizga qo'pol qilib javob berish niyatim ham yo'q. Malades. Endi taqvodor inson ekansiz, sizga bir yomon gapirib bo'lmaydi. Gapmas sizga yana dinda aralashtirmang bizga, mumkin emas bunaqa narsa. Taqvodor bo'lib boshqaga aytasiz. Men sizga normalniy odamman, normalda. Endi qarang-da. Shuning uchun aytganman, qiz farzand ko'rsam o'ldirib yuboraman. Qiz farzand o'ldirganingiz uchun men siz bilan hozir siz meni shaxsiyatimga tegayotgan gapingiz uchun javob berayotganim yo'q. Chunki bilamanki qanaqa odamligingizni. Bu gapni odam gapirmaydi, bo'ldi. Xo'p, qanday odamman? Qo'pol. Birinchi gapirasiz. To'yga o'rtacha. Bola katta qilganman, to'y qilganman. Shundan ham tushunsangiz bo'ladi. Bo'ladi, sekin-sekin. Qilib bermagan, otam qilib bermagan, o'ynashlarim qilib bermagan, o'zim ishlab topganman. Malades, omadingiz bersin. Bir oyda o'rtacha qancha pul topasiz? Ayting qani, sir bu yashirmang qani, ya. Ko'p, chunki uyimdagilarga ko'p yordam beraman, onamga qarayman, bolalarimga. Bir 5 ming topasizmi? Yo, Instagramdan 5 ming topmayman, lekin 1000 dan ko'proq rasxotim bor oyiga. Zinasi bir 4-5 ming topay ekansiz-da? 4-5 mingga bormaydi. 3-4 ming. 2 mingdan 3 mingdan bunday lishni ko'p joyga. Men ham katta bo'lsam, mashhur bo'lib ketsam, xudo xolisa, nasib bo'lsa Instagramda blogerlik qilaman. Katta bo'lib ketsam, bu yaxshi ekan, 2 ming, 2,5 ming, 3 ming dollar pul topsa yaxshi ekan. Faqat reklamadan, videodan, prosmotrdan pul bermaydi-a? Kalaka qilasiz shekilli. Yo'q, nima uchun kalak? Voy, men sizlarda mashhur odam emasman, men kichkina odamman. Endi sizlar 200 ming, 300 ming podpischikalaringiz bor. Pardon, ko'ramiz, hech rekdan tushmaysiz. Qachon qarama bir nimalarni bitvarat qilib berasiz. Pul sor, pul tashib beradi, pul daxoy akada. Pul tashing, kartam tering. Menga kerak emas, boshqa bir kerak. Kartamni tering. Menga hech narsa kerak emas. Keragi so'raylik. O'tirdim, men bitta ish bilan kirdim, kelib men bu telefonni tiqayapti-da, tushundingizmi? Prosmotr bo'lsa odamlar pul bersin. Pul so'raylik. Qoldirib, meni asabim deyapti. Unaqa narsaga pul aralashtirib. so'raylik. Yo, pul berish, uni beradi balki. Mana shu yerda shuncha odam. Qarang, eshiting. Bitta otim nos ko'zim oldida shuni chekib bersangiz 100 dollar tashab beraman. Ana, tashab berarga. 1000 bersangiz chakmayman. 100 dollar shunday tashayman, 100 dollar mana hozir vashada. Lazim tashayman. 100 dollar kattasiga o'taman. 1000 bersangiz ham chakmayman deyapman. Nos chakmayman. Nos chekaman deb chiqqan qiz siz emasmi? Nos chekaman, har doim nos chekaman degan qiz. Hamma narsa bo'laveradi-yu, nima? Siz ham kontent uchun har xil videolar olaverasiz-ku. Yo, men video olishni ham bilmayman. Jafar, birinchi shart. Opani oyog'ini yalaysan 10 marta. Hey! Men ketdim. Opani sketmang. Qayerga ketyapsiz? Ketgani yo'q. Siz bilan men siz bilan o'ynayman deb bilamiz bermayman. O'ynaysan endi iloji yo'q, kirib ol deb aralashtirmang. Kirib ol siz bilan endi tanishyapmiz, ketib qolmang, siz bilan endi tanishyapmiz. Yaxshi, endi tanishyapmiz. Tanish. Qo'ying, meni aralashtirmang. Bo'pti, opa, o'ynab beramiz ikkalamiz. Ashirlay qo'yasiz. Ikkalamiz o'ynaymiz. Bitta raqs qo'yaylik. Tur, bitta raqs qo'yaylik. Ketdi, davay. Ketdi. Qanaqa o'ynayman? Opa zo'r o'ynaydi, opa zo'r o'ynaydi. Arabchami? Men qarang, bu xoreografiyani bitirgan.
ishtarimni qo'y joyiga dalbayoq. O'zingizga. Bu xoreografiyani bitirgan bu. Ketdi. Davay, Bitta ko'raylik, bitta Divoydan, bitta. Mana TikTokimizga mehmon bo'lib kelib qolibsiz. Voy, TikTokimizga mehmon bo'lib kelib qolibsiz. TikTokimizga mana hurmatli Instagram Shuning uchun men bari shunaqa narsa ochmaganman-da, ko'rganman-da ahvolini. Voy. Ber. Bo'ldi, ber. Ana bari to'xtab. Instagram bor-u, TikTok. Bitta valisga tushib bersin bo'lmasa. Alisga tushili yomon narsa emas, yomon maqsadga Voy, bitta ko'raylik, raqs bo'lmasa. Mana unaqa sho'xidan emas. Yaxshidan qo'yaman, yaxshidan qo'yaman. Yaxshidan qo'yaman. Mana, yaxshidan qo'yaman, mana yaxshidan mana ketdi. Turg'iz. Dilorom opa bir ko'raylik, bir san'atlaringizni bir ko'raylik, bu jonlikdan. Qarang,